Do'stlar, Rossiya zavod eshiklari fabrichniy dona 890 ming so'mdan. Bizda 150 xildan ortiq modellarimiz bor. Bizda hozir kontent uchun ikkita mashina navbatda turibdi. Bu birinchi mashina. Navbatda yukimiz Farg'ona shahar 5 bolaga kirib ketyapti. Bu mijozimiz iyul oyida pullarini to'liq qilib ketishgan. Ana endi joylari bitganligi uchun ustakamiz, mohir usta Mahmudxon akam olib kirib ketishyapti. Chiroyli qilib, aka, juda ko'pchilik gapiribdi-da, eshik o'rnatganlar shu haqida gapiringlar debdi. Mahsulotlarni mana o'rnatyapsiz. O'zbekcha qilib gapiring, aka. Mahsulotlar zo'r. Sifati juda ham a'lo darajada, to'g'rimi, aka? Hamma shuni olyapti, qo'yapmiz. Shu do'stlar, mana haqiqiy tabiiy odam, mana o'rnatgan odamlar. Ko'pchilik hozirgi videomizga yozibdi-da, o'rnatganlar gapiringlar qanaqangi sifatda debdi, aka. Shularga bitta tavsiyamiz, kelinglar o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Hozir navbatdagi mashinani ham obzor qilamiz.